Uf, bir nechta hujjatlarni tayyorlashim kerak. Ariza, shartnoma, buyruq, nima endi? Bunaqa ishlarni qilish uchun yurist yoki advokat yollashim kerakmi endi? Bundan boshqa yo'li yo'qmikin? Izlab ko'raylikchi. Ana. Xizmat.uz bu kichik va o'rta biznes vakillari, aholining kam ta'minlangan qatlamlariga, shuningdek boshqa fuqaro va tashkilotlarga yuristlar ishtirokisiz huquqiy hujjatlarni avtomatlashtirilgan holda elektron shaklda tayyorlash imkoniyatini beradi. Tizimga kirish uchun yo'lxizmat.uz shaklida qidiruv beriladi va sahifaga kiriladi. Ekranda tizimning bosh sahifasi hosil bo'ladi. Bosh sahifadan hujjat namunalari qismiga o'tiladi. Ushbu hujjat namunalari quyidagi bo'limlardan iborat: shartnomalar, arizalar, shaxsiy tarkibga oid hujjatlar, notarial tasdiqlanadigan hujjatlar, sudga oid hujjatlar, korporativ hujjatlar. Har bir bo'limning ichida yanada kengroq qidiruv uchun kichik bo'limlar mavjud. Ushbu tizimda foydalanuvchilar uchun 2000 dan ortiq hujjat namunalari yaratilgan. Hujjatlar ochiq holatda bo'lib, ularning barchasidan bepul foydalanishlari mumkin. Shaxsiy tarkibga oid hujjatlar bo'limining arizalar kichik bo'limidan ta'til va moddiy yordam berish haqida ariza namunasini misol tariqasida to'ldirib ko'rsatamiz. Hujjat namunasining to'ldirish shakliga kirganimizdan so'ng chap tarafda ketma-ketlikda hujjatning ko'rsatilgan qatorlarini to'ldirish lozim bo'lgan qismi paydo bo'ladi. Ushbu qismga kerakli ma'lumotlar yozilgandan keyin o'ng tarafda hujjatning tegishli joyida o'zgarishlar shakllanadi. Foydalanuvchi tomonidan barcha ma'lumotlar kiritilib, hujjat tayyor holatga keltirilganidan so'ng ushbu hujjatni Word yoki PDF shaklida yuklab olish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, tizimda hujjatlarga buyurtma berilgan holda tayyorlatish imkoni mavjud. Hujjatlarga tizimning aloqa bo'limidagi raqam orqali mas'ul xodim bilan bog'lanib, buyurtma berilishi mumkin. Tizimda ro'yxatdan o'tish imkoniyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, ro'yxatdan o'tish uchun tizimdagi avtorizatsiya tugmasi bosiladi va OneID yordamida kiriladi. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida tizimning o'zbek hamda rus tilidagi versiyalaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Yo'l xizmat bilan endi hammasini o'zim eplayman.